Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, sog'omimsiz? Sadaf kompaniyasi tomonidan ochilgan ish o'rinlari haqida qisqacha ma'lumot bermoqchimiz. Azizlar, bizga hozir срочно домработница ishlarimiz ochilgan. Domraботница hozir Moskvada, Filatovlukda 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlarimizni ishga olishar ekan. Bu yerga farzandiga ham qarash imkoni bo'lar ekan. Turar joyi o'sha yerda 6-1 grafik bilan ishlanadi. Bularning oyliklari 110 ming. Ikkinchi ishimiz Moskovskiy oblastda, Rublyovkada. Bu yerga ham 25 yoshdan 35-40 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlarimizni olishadi. Musulmon oilasi, lekin normal yopingan, namoz o'qiganlarda olishmas ekan. Anchagina nima deydi? Zamonaviy insonlar bo'lgani uchun zamonaviy xotin-qizlarni xohlashar ekan. Bu albatta ish beruvchini talabi. Turar joyi o'sha yerda, bularning oyliklari ham 110 mingdan yuqori bo'lishi mumkin. Er-xotin ishlarimiz hozir ochilgan Samarada. Prava albatta bo'lishi shart emas. Turar joyi o'sha yerda tekin bo'ladi. Faqat bu yerga Samarani dokumenti bo'lishi kerak. Agar siz yangi keladigan bo'lsangiz, uy egalari dokumentlaringizni hujjatlashtirishga yordam berib va patentingizni yarmini to'lab berishar ekan. Bularning oyliklari 170 ming. Moskva oblasti Shaturada deb hozir er-xotinlar ishga taklif qilinadi. Prava albatta bu yerga bo'lishi shart va haftasiga ularga pitaniya uchun ma'lum miqdorda pul berar ekan. Turar joyi o'sha yerda, oyligi 170 ming. Azizlar, Rublyovkadagi ishlarimiz yana ochildi. U yerga suhbatga olib borgan er-xotinlarimiz, qirg'izistonlik er-xotinlarimiz hozirda срочно o'zlarini vatanlariga uchib ketishdilar. Ayollarini, onalari biroz betob bo'lib qolishgan ekan, срочно uchib ketishdi. Hozir yana shu ishlarimiz ochildi. Bu yerga farzand bilan oladi. Prava albatta bo'lishi shart. Bitta farzand bilan, ikkita, uchta farzand bilan turadiganlar murojaat qilishyapti. Lekin bu yerga kampirda bir o'zi yashaydi. O'ylaymanki, kampirga ikkita, uchta farzand bilan turish biroz qiyinroq bo'ladi. Agar yaxshi ishlab ketishadigan bo'lsa, kampir dachasidan kvartirasiga ko'chib, faqat выходной kuni keladi. Gotovka частично. Prava bu yerga albatta shart azizlar, chunki kampirni u yerga olib borib kelish kerak. Bularning oyliklari 150 ming. Nimaga oz deb o'ylasanglar, farzand bilan ruxsat beryapti, bundan qo'shimcha yana pul berishga imkonim yo'q dedi. Podработка qilishi mumkin o'sha yerdagi qo'shnilarga. Bu masalan taksiga ishlaydiganlarga qulay bo'lishi mumkin. Ishini qilib, masalan kechga o'zini taksisiga ham chiqib kelsa bo'ladi. Kampir o'zini служебный mashinasini, albatta xizmatdagi mashinasini beradi. Kampirda u yerga olib kelib borishi mumkin bo'ladi, lekin uzoq vaqt ishlash kerak bu yerga. Azizlar, hozir anchagina ishlarimiz ochilgan. Telegram gruppalarimizga bemalol ishlarimizni ko'rishingiz mumkin. 8977 967 77